O'zbek xalqi orasida avvalo bir-birimizni ko'rganimizda qanday murojaat qilamiz? Bir-birimizni umuman tanimagan insonimizga nisbatan birinchi aytadigan so'zimiz assalomu alaykum degan so'zni aytamiz. Assalomu alaykum degan so'zni aytamiz. Bu assalomu alaykum so'ziga ichiga urg'u berib kirib boriladigan bo'lsa, arab xalqlari, arab madaniyati va islom dini bilan birgalikda bizning o'lkamizga kirib kelgan madaniyatning bir parchasi, madaniyatimizni bir bo'lagi desak, mubolag'a bo'lmaydi. Xo'p, ana endi arablar O'rta Osiyoga istilochi sifatida, fath etuvchi sifatida kirib kelishidan avval O'rta Osiyo aholisining juda ham katta qismini Sug'diylar tashkil etgan. Sug'diyona bilamiz. Aholining juda ham katta qismini Sug'diylar tashkil etgan. Ana endi sizlarga bir savol bilan murojaat qilmoqchiman. Assalomu alaykum degan so'zimiz arab madaniyati va islom dini bilan birgalikda bizga kirib kelgan bo'lsa, ungacha O'rta Osiyoda yashagan mahalliy aholi, Sug'diylar o'zaro bir-biri bilan qaysi so'z orqali muloqotda salomlashganligi haqida eshitganmizmi? U so'z hozirgi kunda deformatsiyalashgan holatda kundalik hayotimizda ishlatadi. Do'stingizga, yaqiningizga, o'rtog'ingizga nisbatan ishlatasiz. Agar biladiganlar bo'lsa, bizni kuzatuvchilardan ham buni javobini kutib qolamiz.